Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda mazali va foydali taom ismaloqli chebureki tayyorlaymiz. Buning uchun albatta ismaloq kerak bo'ladi. Ismaloqlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Undan so'ng bitta piyozimizni ham olib maydalab to'g'rab olamiz. Tovamizga birinchi bo'lib piyozimizni solib, yaxshilab piyozimizni qovurib olamiz. Yaxshi qovurilgan piyozimiz ustiga ismaloqlarimizni solib, qovurishni davom ettiramiz. Orada albatta tabga ko'ra tuz solamiz. Ana endi xamir tayyorlab olamiz. 1,5 piyola suvga tuz solamiz. Men tuxum ham chaqib yubordim. Xamiri yanada yaxshi chiqishi uchun va xamir holatiga keltiramiz. Salofan paketga o'rab 15-20 daqiqaga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tinib oldi. Men 2 ga bo'lib oldim. Yoyishim oson bo'lishi uchun. Va mana xamirni yoyib oldim. Ana endi kosadan kichikroq idishni olib, xamir ustiga qo'yamiz va maxsus gulli pichoqchada yumaloq shakl berib kesib olamiz. Ana endi qovurib olgan ismaloqlarimizni xamir ichiga solib, chiroyli qilib tugib olamiz. Xamir yaxshilab yopishib, ismaloqlari chiqib ketmasligi uchun chetiga suv surtib, yaxshilab yopishtirib olamiz. Yog' quyilgan skоворodkamizga chebureklarimizni solib, birma-bir orqa oldini pishirib olamiz. Mana chebureklarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling.